Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi Chin Güzel İpek Yolu Sadası programmasida qatnashgan mayirlarning chin haqiqiy ovozdan alashga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Shinuri biotexnikasida Sultan zavodida ishlangan güzellik mening chin güzel kirim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Balkim bu qadimgi programmamizda qatnashgan mayirlarning qanday tarixlanganligiga hammalar qiziqayotgan bo'lsa kerak. Undaqda oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Ring darajaga erishgan mayirni asal makoni g'ulja ishlab sapto va aslini bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Paktil musulmoncha maktab ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Ring darajaga mukofotimiz bilan katta uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib, Qutyar markasidagi a'lo sifatli yurishlik soda suyini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutyar fan texnika taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Singirzi mukofotimuz esa Uyg'ur tibobatchiligida belgilik o'sish hosil qilgan Xinjiang Kinara mablag'chiligi Erkon mahsulotlari ta'minlagan 100 million qiymatidagi avtomobil. Ko'ping darajasi mukofotimiz esa Zlotnozdan namoyon so'g'an Xinjiang Mo'tvar xalqaro so'z shirkati Alzoq kiyimchiligi ta'minlagan 50 million qiymatidagi avtomobil. Shuna qarindoshlar, mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida bizning mayirlarimizdan tayyorligimi intayin puxta. Qani, mayirimiz sahnimizga marhamat. Mana İpek Yolu sadayımız yetkin sank oldu. Mahirla tek oldu. Atış diyardın kelgen Zahiri Şah Abdümit özünün kandak sadalarını yanıttırgan. Hamildan yetkiyeğini, modern nakşılarını yetişini yaxşı görme, ona bozdurup özümüzdeki xalq nakşılarını yaxşı görme. 2006 yılı birinci qatımlıq CD plastinkasini tayyor qilgandan keyin plastinka savdogarlar tarafidan vaqtni keyinga surib vaqtida plastinka chiqarib olgandan keyin shundan keyin bu kasbga nisbatan o'zimda azroq davomlash paydo bo'lgan. Keyin o'zim yana izchil o'zimga qancha bo'lganlik uchun bu kasbda davomli izlanib kirishib keldim. Bu musobaqaga bo'lgan ishonchim 100%. Ayacıda hayalde şu an anamda kollarını tutlar küldürüp hoş bir yılıvan anamda kucağıda yitlar Kimgende da feryat desem oyda gözlerin kan yaşlar Nale kılıp ahurub yığılsam oyda Urnuda kelmez bedel Gündüz bulmayın balanda Şürek bağrıda bizi Dem kirmese tentire balanda Köz yumamay emsire Afsirip can birip Bakıl birip kan birip Yürek bağrıda
Yerlerden o keçi bahardı ukli Rahat görmeyi dünyaya kili Gözlerin kalıyor yaş bilen Nale kılıp ah uğrup yıkılsan mı ayda Ornuğa gelmez Ornuğa gelmez Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir tunishtirib chiqsam o'zingni enim. İsmim Zahir Shah Abdulhamid. Bu yil 28 yosh otishdan shu musobaqaga qatnashib o'zimni bir sinab beqish niyatida keldim. Kirim ishini o'ylamagansa. Bilen. Okugan Nakşan şunda bilen tasirlendirdi. Beşinamana variantı yani hakilikte ilk baştan şunda bir çık gitti. Akşam şu mening mahsulatım okşaydı. Akıl bisvet. Talış başlandı o Abdullah efendim. Ya men shunda erkin bilan ishkimiz bir mashinaga o'tirib keldik. Keldi. O'zining ovozini menikiga o'xshab turgan yerlar bor ekan. Rasmiy olganmi? Mo'lab ketdi, rasmi mo'lab. Mahmud Kandek iğir edi degan. Şu edem qanda bo'lsa, şu edemning mijoz xarakteri munosabatga şu naqshi etish va ijod qilish degan ishlar. Masalan, Abdulla akamni olib aytsak, Abdulla akamning bag'ri yumshoq, hissiyot mo'l bo'lg'achqa, şu naqshlarimi nihoyatda yumshoq ovozi. Ondan shundoq universal bo'ldi ekan. Mahmud akamning masalan mijozi ig'roq bo'lganda ekan, naqshining chiqdi ekan. Masalan, Nurisa xonimning o'zi chiroyli bo'lganda ekan, chiroyli bulbulnikidek chiqdi ekan. Erkin efendini masalan. Men bana bu işte. Abla. Mina erkin mijazin tüz o'g'achqa, naqshtirsa tuzroq chiqadi. Ya. Erkin odam bilan munosabat tikkancha. Erkin o'zing o'riq qo'ygan bilan ovozing tomjimasin. Yaxshi. Bo'ldi. 3 efendim siz için öğrildi. Atalarınızın sözleriniz vardı. Qani anlab baqqan bo'lsak. Mishal o'tag'an shundaqla televizor ekranida aldi o'tag'an barliq ota-onasining yanida uzoq turolmayotgan farzandlarga vakolatan shu naqshini shu onajonlarga sovg'a qilish maqsadida keldi. İsim. Özünüzü tutuylang. Sen hayajonlanib qolding. Anda bo'lsa, biz bevosita tanlash bosqichiga kiraylik. Mening oxirgi tanlashim Mahmud Sulaymon efendi. Yurtimizning har bir tuprog'igacha bejas mehnat, san'at, madaniyat iznolarini o'tkazib olamiz. Mana Zahir Shah Abdulhamid o'z orzusi bo'yicha Mahmud Sulaymon afandiga shogird bo'lmoqni xohlaydi. Hamkorlikinglar ko'ngillik bo'lsin. Tog'lar ora erkin yayrab, sap havodan nafasla olgan bu san'at so'yar yigit
ulug'jatga keldik. Har gulning puruqi o'zgacha. Mehmet Qasımning qalb sadolariga marhamat. Men o'zimning qiziqishim bo'lsa, kichikdan o'ylamoq ol. Muzika, o'shanda so'da ishlaydi. Men Jibek yo'l sadasina qatnashima, videodagi baylarim, enem fanirqlar ko'pdan ko'p qo'llab edetkerdi. Mening bu Jibek yo'l sadasina qatnashga eng negizgi sebep o'zimning uyimdagilarga, tuyg'anlarga rahmatimni bildirish. O'shanda ulug'lar intimoqlik uchun ozgina bo'lsa da azroq bo'lsa da salim qo'sh degandek. Men bu Jibek yo'li sadasi programmasida jarishda qilishim bo'lsa 16 chong mayning ichine kira olam deb o'ylayman, ham g'ayratlanaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani o'zingni tanishtirib chiqqan yigit. Ism familiyam Mehmet Qasım Mehmet Qurban. Ulug'jat naisida kelib o'tiraman. Bu yil 25 yosh, millatim Qirg'iz. Kelsa mana sizlar.
Kasbingiz nima? Kesim manasliqligi sho'ng dastaning birisi manas dastani. Vah. Tabriklaysiz ekan-a? Yaxshi. Shunday jo'shqin naqshini o'rlib berdiңiz. Ammo naqshini yaxshi tanlayolmabsiz. Qirg'iz manas dastalari shunday klassik yaxshi naqshlar bordi. Xalq naqshlar shunday yaxshi naqshlar birini tanlamabsiz yoki bo'lmasa Qirg'izistondan biri yaxshi naqshlardan birini tanlamabsiz, afsus. Hammamizning ro'yimizni bir ko'tardik. Ammo biz sendan kutgan narsa yetmay qoldi, chiqmay qoldi. Men faqat mushu naqshangni algi sunganligim bilan tabriklayman. Kelarki navbatdagi musobaqalarda naqsh tanlashda biroz tajribalarni yakunlab ustozlardan so'rab, qanday naqshlarni musobaqaga qatnashtirish biroz afzalroq deb so'rab beqishingni umid qilamiz. Menimcha yaxshi bo'lgani shu qarindosh millatlar Qirg'iz, Qozoq, shu qarindosh turk millatlarniki hammalarniki shu qatnashqani bir yaxshi bo'ldi. Rahmat. Sizningki shu Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashishning oldida qanday arzu armonlaringiz bor? Hozir mushu amalga ish bo'ldi hisobda sizning arzu armonlaringiz. Shundaqmi? Mushuni bir anglab baqsaq bo'lamdi? Mushu sahnada fursat etsanglar. Manas dastanidan azroq aytib o'tay. Xo'sh, mana. Rahmat. Айтайын батыр манасты, аннар вақтары қолдосын, айтқаным жалған болбосын, қарыданған ер манас, өткір қылыч ачалбас, оң тескері қайсалап, қалың қары топ болсы, аралап келді талқалап, беттеше албай биреді, бары жаны қалқалап, қызыл қандай расу болып, қылым жұтқа ту болып, далайла жандан түңілді, бес қыра менен жол ойдың, серісі тұрбай сүрілді, елсе қалып жатқанда, қансе қалып аққанда, оқондың қолу келіктір, қайра тартар айла жоқ, қапта пулар кириктір, сыққан жердің жөбіндей, қырғыз елде жер жайнап, арқасында түйсіптір, қырық жоросын қолайда, қиын соғыс болған кез, қыл қабудан алшақтап, темілге жасы дөсөсі, оқой бете онысы, қаттаңмана жоқшалым, аққуласын ойнотып, аталас менен бір шілтеп, алтым үшін сойлотып, бара жақса алтынан, кесті қоңыр чоң қалша, тақ алдынан жолы ұшып, қоң төрені көргенде, қылысын салып қабына, дажасын алып қолына, қарақтыды жолына, қарап тұрған кәпірдің, қан қоңырбай батырдың, қараның көрген қасқыдай, қағыш көрген кім болса, белді көткі қоңырбай, алғараға қап жүріп, қарашаны қап жүріп, қаңайлап ұран шақырып, қарту кеді шақырып, жаңайлап ұру шақырып, қарыданған ер манас, өткір қылы жашалбас, оң тескері қайсалап, қайда қалың топ болса, аралап кеді талқалап, бетіше албай биреді, бары жанын қалқалап, қызыл қанайра су болып, қылым жұртқа ту болып, талайла жандан түңілді, бес қара менен жол ойдың, серісі тұрбай сүрілді, елсе қалып жатқанда, қансе қалып аққанда, қоғының қолу келіптір, қайра тартар айла жоқ, қаптап бұлар керіптір, шыққан жердің шөліндей, қырғыз елде жер жайнап, арқасына түйсіптір, қырық жоросын қолайдап, қиын соғыс болған кеш, қыл қабудан алшақтап, белгіл есі жашаршап, төттің құшы яқмалда, жаңғы сяғы шетеші, алықтан бері кергетір, қайраты толы ергетір, бұдайын салды мұзылшақ, құлшақтардың өңірді, атаңы манас көптамын, аққыласын ойнотып, ачалбас менен бір жерде алтымы ішсін сойлотып, барада салынан, кезікті қоңыр чоң, қалыча, Rahmat. Sazdan bir görüşüp etdi. Mehmet Qasım Qurbanның uzaq yollarını besip, bizge şatlık epkagine rahmet. Teniniz salamet boğay, ah yol bolsun. Çin Nuri Biopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik menin Çin güzel girin buyumları Mahirlağa amet dileydi. Edi Qutliyari, Otluq Makan'dan kelgen bu yigit müzik okutucusu. Onun esil bir sanat asır epkaganligi işinimiz.
qiziqishim futbol musobaqasi ko'rish. Har 4 yil bir o'tkaziladigan Yevropa lo'nqisi bo'lsin, mayli dunyo lo'nqisi futbol musobaqasi bo'lsin, asos chatlamini ko'rman. Odatda anglaydigan naqshlarim ko'pinchisi xalq naqshlari ve amubab uslubidagi naqshlarni anglashni yaxshi ko'raman. Ipak yo'l sadosi programmasiga qatnashib 300 kishilik mayirning qatoriga kirganligimni anglab, ota-onam, inlarim, shundaqla ayolim shunday qo'shib oldi. O'zimning ishonchisi 16 kishilik mayirning qatoriga kirishga ishonchim bor. Aleyküm selam. Qani o'zingiz? İsmim Abubakir Alim. Bu yil 28 yosh. O'zim Turpandan Urumchida muzika o'qitishdan shug'ullanaman.
Mening o'rlishimni o'ylagan matangiz. O'ylagan. Sizning ovozingizni azroq titrash, shu ovozga muqim yetmaslik ahvollarimi bo'ldi. Lekin ovozingizni bir mungva. Shu mung meni ta'sirlantirdi. Oxir kelgancha yaxshi bo'ldi. Oxir kelgancha yaxshi bo'ldi. Balki jiddiylashib qolganligimning tufayli bo'lsa kerak. Abu Bakr, burundan ovoz mushunda bo'g'oqmi yo charchab qolgan ovozmi? Burun bunchalik emasdi, hamda necha kundan muzikaning ishlari bilan azroq kesh etib qolgan vaqtlarim bor. Uyqu kamda qildi. Ma ovozni aslida yo'riq yeri bor ovoz menimcha. Lekin menda his qildim. Bir kun ig'roq charchagan ish bor. Nashti qilgan bo'g'aytdingiz? Nashti qildim. Jiddichilik bo'ladi. Ovoz po'soq och vaqtida yaxshi chiqadi. Shu vaqtda o'tib ketgan o'xshaydi. Bizning bu aylang'imiz bor. Asli ovozni tabiiy sharoitni to'liq tushungan valasida toza jur'at qila olmay qoldik. Mundaq aylangandan keyin o'zingning butun turqin bilan voy isi dediga ish. Menmi shu. Menmi shu. Endi Nurnisa xonim sen uchun aylandi. Seni texmi yaxshi taraqqiy qildirdiganga yordam qila oladi. Nurnisa xonim men ishlayman. Unda skilanga. San'at har yurakka huzur va ilhom beradi. Nurnisa Abbos xonim Abu Bakr olimga o'z ajrini singdirib, yangi bilimlarni berdi. Abu Bakr olimmi avlodlarga yangi bilimlarni, xalqimizga yangi kuylarni taqdim qilg'usi. Sahnamizga kelgan har bir mohir yuragiga yuksak orzu umidlarni pukkan ustozlarga erishib, san'at mahoratini o'stirmoqni izlaguchilar. Mana bu yigit Xotandan kelgan Umarjon Mahmud bo'ladi. Qiziqishim qiziqarli kino, televiziya va epizodlarni ko'rish. Men televiziyada bu programmadagi e'lonni olgandan keyin bu programma qatnashishga keldim. Chunki kichkindan o'sha naqsha muzika qiziqarligim uchun o'zimni bu cho'ng sahnada chiqish fursati bilib, bu sahnaga chiqish niyatida keldim. Men bu musobaqada cho'qim yaxshi natija erishishga tirishaman va shuni o'ylayman. Ötseydi ömrüm Kepinekte gelip beşinga kulup Yüzünge tendirip ötseydi ömrüm Nima dep kürüpmen yanımda kurup Çetinli sılaşka yetmeydi kolum Nima dep kürüpmen yanımda kurup Çetinli sılaşka yetmeydi kolum Pişanım şok Şunga kir canım Düşlerimge kir Pişanım şudur Pişanım şok Şunga kir canım Düşlerimge kir
vaqtarsın Küynagini dagini sıyılmaysan Men şu bir giyohcha bulanmadım Ay qaddi sarı kirpagini ayza Men şu bir giyohcha bulanmadım Ay qaddi sarı kirpagini ayza Pişanam şor Şunga kir canım Düşlerimga kir Pişanam şudur Pişanam şor Şunga kir canım Düşlerimga kir Ütüp baradı ömür karam Yıllarının koynunda yürek kandıran Ütüp baradı ömür arman Kuylerim orada yanar şan çırak Ben sana arman sen bana arman Kuylerim orada yanar şan çırak Kuylerim orada yanar şan çırak Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Tanışıp öteyli. İsmim Ömercan, Hotel Lopnayısın keldim, bu yıl 30 yaş kirdim. Kasbınız? Kasbim Nakşa. Restoranlarda şunu işlerdim. Külkünüz takımı umaq kelsin. Muhriddin Xoliqovning naqshisi go. Ayni vaqtda menni aytgan. Ama siz dahshat aytgan. Menimcha bugun sizmi balkim o'zingiz his qilgansiz, menga bergan tuyg'usi %80% dan yuqoriroq chiqdi deb o'yladim. Shunga men siz uchun o'rindiq aylantirdim. Ovozingiz meningda misal yo'riqroq bo'lib ketsa ham yaxshi bo'g'dak. Aslida aytgan yaxshi. Shamolda azaq yomg'irli qilib, mening imon kuchim tuman bo'lgan kimi bizdan bilan tomg'andaklar bo'ladi. Imon kuch tuvanday to'maytu bo'lmasa. Bo'ldi. Yo'q, Uskan bakan sizda. Obdan naqsh tanlabsiz, Abdulla akangiz, ustozingiz shundoq yaxshi vayr yetkazib o'qigan naqsha. Meni shundoq ayajonga sog'a yeri, avji to'laydigan yerni bilan to'lib etdingiz, Abdulla akangizni vaqtida o'rnib etdi. Barak olsun. Men bu naqshni yoqtirib aytdim, men aytib kelayotgan, ammo sahnaga chiqib, o'zimni ovozimni qiyib ketib qolgandek, o'zimni ovozimni kontrol qila olmay va jiddilashib ketdim. Aslida naqshni shunday yaxshi aytgandingiz, bizning o'rligimiz bordi. Lekin o'ylab baxsan biz o'rligan bikakan shu. Shu maqsad bilan kelgandik shunga. Ras. Ovozimni zodi boshqamdim. Bayram bunday sahna naqsh o'qimoq bo'lsa emaskan. Buni sahnada naqsh aytib baqqanmiz sahnada. Bunda cho'ng sahnada tanishgan naqsh. Shunda o'g'an ekan ovoz kechib kelayotgandek bir xil tuyg'uda bo'lib qoldi. Mayli, bu ishni asta-asta yana tajribalar orqali hal qilamiz. Biz tanlashib qoldik emasmi? Vaqtni o'tkazmay
Görüşüp alaylı. Rahmet. Mübarek olsun. Başka nakışlarını yaxşı etiniz ha? Bu da yeni bir dinlekte de pırvasa olmaydı. Ömercan Mahmud qalbidagi sadosini, orzu umidlarini ifodalab chiqdi. Hamda Abdulla Abdurimning mohirligiga erishdi. Sahnamizga obodlik berib, qalblarga huzur bergan mohirlarimizning tirishchanligiga baraka. Yoshlarimiz bir-biridan qiziq. Mana Qashqardan bir yigit bizga qarab kelyapti. Shundan san'atga bo'lgan qiziqligim bor ekan, uydagilarim hozirgacha qattiq qo'llamaydi. Buni Jipek Sadas programmasiga qatnashar qilib, yaxshi natijaga erishalsam, uydagilarim ota-onam bir qo'llab qolamiki degan umidda Jipek programmasiga qatnashdim. San'atdan boshqa yana o'zimningki kasbim bo'lgan ig'iz bo'shliqqa, kasbimni yaxshi ko'rmay va tantarbiya faoliyatlaridan basketbol, to'p o'ynashga qiziqaman. Bekor vaqtlarim bo'lsa, naqsh anglayman. Ağaçlarga sayla qilib, shaylar naqsh etib, qizlarni mashq qilib yana qilaman. Meni bundan ishonchim bo'lsa, eng zo'r tirishchilik ko'rsatamiz. Bo'lsam 16 kuchlikning ichiga kiralisam, shuning uchun men g'ayrat qilmay deb o'ylayman. Gözüm uçup ayrılıp kalmayı bir sende. Ahırkı bir tınıkımdıma Buralay senin hidinle Kolum için tut koyur etmekin Gözüm uçup ayrılıp kalmayı bir sende. Ahırkı bir tınıkımdıma Buralay senin hidinle Ayda yılda bir görüşüp Kıyışmayımız didarımızga Ayda yılda bir görüşüp Kıyışmayımız didarımızga Bir gönlde isimde bulsun Uşmaylı vicdansızlığa Vergada içinde bulsun Uşmaylı vicdansızlığa Gideriz menzilimizge Takdir bizni qiynaysimu
Armanım yok senin bəxtin Varlığın sen əzizəm cinem Armanım yok senin bəxtin Armanım yok sen Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanışıp çıkaylı. Mening ismim İbrahim Anvar, o'zim Qashqar Ko'nishan aizdan. Hozir o'qiyotgan maktabim bo'lsa, Shandonliklik Jumhuriyat G'arbchi davolash universitetining eg'izboshlik kasbida o'qiyapman. Yaxshi kasb. Yaxshi kasb. Rahmat. Demak, doktorlik kasbi shundaymi? Doktorlik kasbi. Ma ijodiy ohangmi nima? Ha, o'zim yozgan. Ha, o'zim yozib. Tekstni o'zing yozgan. Ha, tekstni yozganman. O'zing tirishib etibsan fikrim. Biz sen uchun bela tashlayolmadik, o'rlanmadik. Sababi bak ko'p emas. Sening ovozingda, bu ovozning muqimligida masala ko'rilib qoldi. Shunga sen xafama, lekin yaxshi tirishgansa, ijodiyat qildi ekansa, tekstni o'zing yozibsa, teximni yaxshilab yezib, texim yaxshilab ahanglarni ishlab. Tunji ahangning teksting bilan el bilan yuz ko'rishganning o'zimi yaxshi natija. Biz seni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin yigit. Siz bir narsaga ishkilinib qaror chiqarmay kelishingiz mumkin. Ammo bu yigit o'z sadosini ifodalashga jur'at qilib, yo'llarni besib mahorat ko'rsatdi. Rahmat sizga, Ibrohim Anvar. Chin Nuriy Biopan texnikasi Sulton zavodiga ishlangan güzellik mening chin güzel girim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Sayoq qilish, motosiklet minish, bas gitar chalish. Ortiqchiligim bo'lsa, ommabop naqshlarni, muzikalarni yaxshi chalish. Ipak yo'l sadosiga do'stlarimni anglab, qatnashish niyati kelib qatnashib keldim. O'zimga bo'lgan ishonchim Ipak yo'l sadosiga qatnashib, yaxshi bir natijaga erishish.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni bir tanishtirib bersangiz. İsmim Muzaffar Mehmet. Aksu viloyat To'qson aydan keldim. Bu yil 22 yosh. Shu 90 oylik san'at umigida g'ijak kasbida muzikant. Bu naqsha Baland naqsha. Baland naqsha, yomon lirik naqsha, yaxshi urildigan. Ama öyle mi etip kaldı? Bazen avazlarınki mukumsuzluğu tüpeydi. Bu naqshini Mahmud Kam'ı o'qigan, ondan keyin men mi o'qigan. Mahmud Kam, siz Mahmud Kamdek aytolmagan diken Mahmud Kam o'rnimida. Lekin siz mendan yaxshi aytganligingiz uchun men o'rindim. Hakikaten yaxshi aytdingiz. Menmo asli o'rilishni o'ylagan. Men huzurlanib, aylanishni unutib qolgan gapda. Bu Qozog'istondagi Chimkent deb bir shahar var. Şu şehirge vatandaşlarımızdan yazganlar. Bunu ben oruladım. Keyin Erkin inim oruladı. Erkin ma boyam çaqçaq qilib qo'ydi. Rast ketni desem, mening shunda o'rilgim bor. Erkin akangiz o'rildi, ustozingiz. Erkindan jinimni moyamaydi. Ben tushunib qoldim. Erkin inim muborak bo'lsin. Rahmat, sizga muborak bo'lsin. Yoshlikka orqali tarbiyalash, izlanish bilan yuksaklikka ko'tariladi. Muzaffar Mehmet Erkin Abdullah Efendi'ni talim edip özünü yıkımı takammullashtirib olsun. Odatda shu chelib o'rindashga takroq yoqtirman. Ondan zamonaviy naqshlarni yoqtirman. Musobaqa qilishimdagi maqsad o'zimni bir sinab boqay deb keldim. Bundan burun hech qanday bir musobaqa doir faoliyatlarga qatnashmagan ekanman. Shunga o'zimni sinash maqsadida keldim. Bu musobaqada 16 kishini cheklash uchun 80% ishladim. Pervaz qilgan qushday uchsam usulg'a Eg'iz ochar vaylon do'zax ostimda Chin qadaldi ko'zlarim shunchaki Sen kiyinga shu go'zal ko'ngilga Sendin ortiq inami bo'lsa gerkinni Ko'nglim unamdı taş etişqa senin Yaşıma ayrılsa güzelden cismim Sağla hastur şu güzel ismim Bunca minik kıynama şeytan minik Berkin içi güzel birini Ey muhabbet asil kılgın bölme Kimler ki işqa salgan izi bu Körsetmedi to severi cennet mi Jirak boldi nezirimden muhabbet Uşumalar kar göz ait cemalım Güzellikle tolgan değmem ben seni Yaşıma ayrılsa güzelsin cismim Sağla
hastur şu güzel ismin bunca meni kıynama şeytan meni vergin içi güzelim beni ey muhabbet asil kılgın beni kimler ki işqa salgan ezik ko'rsatmadi to'sivini jannatni yiroq bo'ldi nazarimdan muhabbat o'shum alana qor ko'zayib jamolni güzellikka to'lgan deyman men seni yoshima ayrilsa go'zaldan jismim sana xosdir shu güzel ismim buncha meni qiynama şeytan meni bergin ichi güzellik beni yana bir anlat bakalım. Sendin artık enami bolsa gerginlim Gönlüm ulan muhtaç ediş seni yaşıma ayrılsa güzel cismim sana hazır şu güzel ismim bu ceminin kıynama şeytan benim benim için güzelim benim İsmilada Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Özünüzü bir tanıştırırsanız. İsmim Zuldiyar Zahir. Özüm Aksu'dan geldim. Bu yıl 28 yaş. Neme kesip bilen? Muzikant. Qana muzika? Gitar bilen bas gitar. Yaşa. Ma naqshini emlet nayt obdan o'rladingiz. Bu şu Fransiyaniki muzikalik teatri Paris Çirkav edemdi Uyg'urcha. Mening o'rlanmay qolgan sababim deb bilsam, endi mono naqsha bum ovozini asos qildi emasmi? Naqshining boshlamizda tushdigan yeri toza joyiga tushmaydi. Kuchavatsiz tushunmadi asha. Ozroq jiddilish. Abdullah efendim özü müzikalik opera oynagachqa naqshiniki qiyinlik darajasini sezdi. Yaxshi bir ustozga erishdingiz. Bu eng cho'ng baxt sizga. Hamma naqshchilarimizdan umid kutamiz. Sizlar musobaqaga keldinglar. Asli uxlamoqchi bo'lgan uyqu yetarli bo'lsin. Mashqni kunduzda qilaylik. Sog'lom ovoz pardasi bilan kelaylik. Intan ichinishlik charchash bor bu naqshchilarning ovozda. Şu biz aslida qanday bo'lg'iydi deb ishkilinib, yaxshi aytdi ekan, lekin ovozda bir yo'riqlik yo'q. Faqat seningcha sening ovozing yo'rish mumkin, ha? Demasan. Mumkin. Cho'qim. Changroq gap baqa. Mumkin. Hey, mumkin deydi. Deydi. Hey, mumkin. ey muhabbet asil kılgın beni kimler ki işqa salgan ezik ko'rsatmadi to'sivini jannatni yiroq bo'ldi nazarimdan muhabbat o'shum alana qor ko'zay San'at janrlari bir-biriga to'lmirdash. Güzel san'at o'qituvchisi Mahira xonim naqshi san'atida bizga mahorat ko'rsatmoqchi bo'lib keldi. Xizmatdan charchab
kelgan vaqtlarda o'zim do'ttochilik, agardilik naqsh etishlarni yaxshi ko'raman. Mening qiziqishim bo'lsa, kiyim aylash, rasm chizish, tantarbiya, chiniqish, o'zim muzikchilik, o'zim naqsh etish qatorliqlarga qiziqaman. Bu programmaga qatnashishimning maqsad birinchisidan qizimga ulgu bo'lish. Qizimga qo'ygan talabni oldin bilan o'zim ko'p sahnada o'zimning mahoratlarimni namoyon qilib, ondan qizimga bu bilimlarni o'rganib, kelgusida yaxshi bir san'atkorlarni yetishtirish qizimni. Har bir odam o'ziga ishonch qilganda bu programmaga qatnash maqsadiga keldi. Tirishiman, g'alaba qilishga tirishiman.
mehmonlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Xush kelibsiz. Jipak yo'li sadosi xush ovozlar sahnasiga. Biz bir tanishib olgan bo'lsak. Men Sanji oblasti Qutbiy noyisidan kelgan Mahira Qosim bo'laman. Kasbim o'qituvchi. Ma'lum. Xanim shundoq chiroyli yaxshi aytdingiz bu naqshni. O'zingiz uzun bo'ldimi aytayotganga? O'lishkidan boshlab. Shu yangidan o'rganganligini chiqib turdi. Mahira muallim naqshni 2 kun o'rganib musobaqaga kelib sal ehtiyot qilmay qolibsiz bu ishga. Men tizimlatgan bir kechki tizim tiqibdiman. Muzikani akatlatishga vaqt yetmay qoldi. Bo'pti, mayli, bu endi bir o'tkinchi ish. Bu maqsad bu yerda cho'qim tanlanish yoki daraja elish emas. Menimcha sizmi o'zingizning shu chiroyli ovozingizni bizlarga, qarindoshlarga bir anglitish fursati hozirlashqo. Menimcha muallim bu maqsadga yetdi. Yangi o'qishibdagi vaqtimda shunda o'qituvchi o'g'lim bordi, bola tarbiyalagan bordi. Afsus, o'qituvchi bo'lolmay qolib qoldim. Shu o'qituvchilikni aytib bir sharaf kasb deb hisoblayman. Qaraqbek jafosi va jafo. To'g'ri. Sharaf xizmat ham jafoliq. Mishada ekran oldida g'ayrat qiling. Jafosiz ish yo'q-ku. Sizlarga yana bundan keyingi shu naqshga omroq ekansiz. O'zingizning ruhini davomli shunda tetik tutib, yoshlar bilan davomli baygiga tushadigan ruh bilan yashashingizni umid qilamiz. Mahira muallimga oq yo'l tilaymiz. Uning avlod tarbiyalashdek shonliq safarda izlanib, avlodlarni nuroniy manzillarga boshlaydiganligini ishlaymiz. Çin Nuri Biyofen Texnikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik nemin Çin güzel girin buyumları mahirlağa amet dileydi. Halkımız sanatkar halk, sanat humar halk. Merdan Abdikim'in sadalarını anlayın. Bizning qiziqishi bo'lsa, ommabop naqshlari va xalq naqshlari. Mana bu musobaqa qatnashishimda faqatlam 3 xil sabab bor. Birinchisi, naqshasi kirishgani 2 yilda vaqtchi bo'pti. O'zimningki qanchalik naqsh etishga alaydigan borligini bir bilib beqish. Hozircha bu naqsh kasb bo'yicha ustozning ta'lim tarbiya olmabdimi? Ustoz ko'rib bir ustozdan ta'lim olishga, ondan shu o'zimningki naqsh etish talantini joriy qildim keldim. O'zimningki bu musobaqaga ishonchim xili zo'r. O'zimningki eng yaxshi kayfiyatim bilan musobaqa qatnashaman.
yaş döküp hicran otunda yüreğim ezildi oldu mehkan zarımdın tağlar mı geldiler ziger yanına pervasız yürüdün sen cana sarındın tağlar mı geldiler ziger yanına pervasız yürüdün sen cana muhabbet kuchisi yoki shundoq kelmas sana muhabbet kuchisi yoki shundoq kelmas hayot Assalomu alaykum. Mening ismim Mardon. O'zim Barchuq diyori Tumshuqdan keldim. Bu yil 24 yosh. Naqsha butun vujudingiz bilan ig'ir yeniki va o'rindaldi. Uning ustiga naq maydon pianino bilan nayt ishqinlar maslashib o'zgacha uslubda mana naqshini nayt yaxshi o'rnatdingiz. Men bak hayajonlandim. Bo'libmi eng oxirgi bir so'z. Oddiy o'valim. Tugidi. Naqshingizga rahmat. Naqshingizdan shundoq huzurlandim. Siz chiqqan chog'da azroq jiddiylashib qoldingiz-ku deyman. Azroq. Jiddiylashdim. Shu jiddiylashgachga ovoz muqim bo'lmagandan keyin azroq qiyib ketgandan keyin shu bek ashaga eslib turib qo'yaptimi. Lekin siz bek haqiqatan yaxshi naqshchi. Onun ustiga olim inimiz bilan pianinoda naq maydonda o'qidilar. Mana naq chepbasa ajoyib tez. Allohning naqshi degan alomat o'qidi. Yaxshi bo'ldi. Inimizning mandaq etishini men rost o'ylamabdiman. Men hayajonlanib turib o'rildim. Menmi sening mening guruhimga kelishingni xohlayman. Bunday bo'lsa sizning oxirgi tanlashingiz. Men tug'ilsam Abdulla akam bizning uyda bor ekan. Shu odamning tarbiyasini eptoq. Hozirgi shu odamningki ta'lim tarbiyasida mayli odamiylik bo'lsin. Ko'ptoq. Ya'ni shu Abdulla akam tanlasam. Bo'ladi. To'g'ri tanladingiz. Yurak yurakni tonuydi.
Mardan Abdikim jürikini naqshda izhorladi va ustozi Abdulla Abdirim afandining yetaklishi bilan yeni esil kuylarni yangiritishga hozirlandi. Mahirlar ko'payib, raqobat kuchayib. Programmamiz qiziq, sahnamiz jonlanadi. Kelarki sonda texnik ko'p san'at mazmunlari usti mahirlar o'tiradi. Yipak yo'li sadosi hammamizning sadosi. Vaqtini ko'rib hozirlangach, bizga fikr bergaysiz.